5. Bab. Şuna, biz e'tiqodimiz orqali haqqoniy odam deb jakarlanib, Rabbimiz Eyso Masih orqali Xudo bilan inoq munosabatda bo'ldik. E'tiqodimiz bo'g'ashqa, Eyso Masih biz hozir bahrimon bo'layotgan bu mehr shafqatga ega qildi. Şuna, biz Xudoning shon sharpiga erishish umidida shod-xuram bo'lmoqdamiz. Biz qiyin ahvollardimi, yanala shod-xuram bo'lamiz. Chunki bizga ma'lumki, qiyinchilik savrchanlikni keltirib chiqaradi. Savrchanligimiz bizni Xudoni xursand qiladigan e'tiqodchilardan qiladi. Xudoni xursand qiladigan e'tiqodchilardan bo'lsak, bizda tavranmas umid paydo bo'ladi. Bu umid bizni hargiz uyatda qoldirmaydi. Chunki Xudo bizga ato qilgan muqaddas ruh orqali o'zining mehr muhabbatini qalbimizga singdirgan. Biz gunohdan qutulishga amalsiz qolganda, Eyso Masih biz gunohkorlar uchun Xudo belgilagan vaqtda o'zini pido qildi. Durust odam uchun jinini pido qildiganlarning tepilishi natoyin. Lekin aloyidi yaxshi odamlar uchun jinini pido qildiganlarning tepilishi mumkin. Eyso Masih biz tehi gunohkor vaqtimizda biz uchun o'z jinini pido qildi. Mana bu orqali Xudo o'zining bizga bo'lgan mehr muhabbatini isbotladi. Biz Eyso Masihning qurbonlik qini orqali haqqoniy odam deb jakarlandik. Shundoq ekan, Eyso Masih orqali Xudoning g'azabidan qutulishimiz texmo aniqdir. Biz burun Xudoga dushman edik. Biroq Xudo o'z o'g'lining qurbon qilinishi orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi. Biz Xudo bilan yashab ekanmiz. Undaqda Eyso Masihning o'limdan tirilgan hayoti orqali Xudoning jazosidan cho'qim qutuldirilamiz. Buning bilan qolmay, bizni Xudo bilan yarashtirgan Rabbimiz Eyso Masih orqali Xudo bilan bo'lgan yangi munosabatimizda shod-xuram bo'lamiz. Gunoh dunyoda bir odam, ya'ni odam oti orqali paydo bo'lgandek, o'limmi odam otining gunohi orqali paydo bo'ldi. Natijada o'lim butkul inson ichiga tarqaldi. Chunki hamma odam gunoh sodir qildi. Gunoh Tavrat qonuni Musa payg'ambarga tushirilishdan ilgari dunyoda bor edi. Biroq u chaqda haq nohaqni ayiradigan Tavrat qonuni bo'lmaganlikdan gunohning hisobi elinmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, o'lim odam otidan toki Musa payg'ambargacha insonlarga hukmronlik qildi. Hatto odam otining gunohida gunoh sodir qilgan insonlarmi o'limdan xoli bo'la olmadi. Odam ota butkul insonga ta'sir ko'rsatganidek, keyin kelgan Masihmu butkul insonga ta'sir qildi. Vaholanki odam oti tarafidan o'tkazilgan gunoh Xudoning bergan mehr shafqatli sovg'atiga butunlay o'xshamaydi. Chunki bir odam, ya'ni odam otining gunoh o'tkazishi bilan nurg'un odam o'lgan bo'lsa, o'xshashla bir odam, ya'ni Eyso Masihning mehr shafqati orqali Xudo insonlarga texmi ko'p mehr shafqat ko'rsatib, kechirish sovg'atini nurg'un odamga ato qildi. Xudoning sovg'atining natijasi odam otining gunohining oqibatiga butunlay o'xshamaydi. Chunki odam otining bir qitimli gunohi orqali biz hammamiz gunohkor deb hukm qilindik. Ammo Xudoning mehr shafqatli sovg'ati orqali biz gunohkorlar, garchi nurg'un gunoh o'tkazgan bo'lsak-mu, haqqoniy odam deb jakarlandik. Bir odamning gunohi tufaylidan o'lim insonlarga hukmronlik qilgan yerda Xudoning mo'l mehr shafqati va haqqoniy bo'lish sovg'atiga erishgan kishilar, ya'ni bir odam, ya'ni Eyso Masih orqali hayotida gunoh va o'lim ustidan g'alaba qilmasmi? Demak, bir qitimliq gunoh
Bütkül insonni gunohga mahkum qilgan bo'lsa, bir qitimliq haqqoniy amaliyat, ya'ni Ayso Masihning qurbon bo'lishi orqali bütkül inson haqqoniy odam deb jakorlanib, mangulik hayotga erishalaydi. Bir odamning itoatsizligi tufaylidan nurg'un insonlar gunohkor bo'lib ketganidek, bir odamning itoatmanligi bilanmi nurg'un insonlar haqqoniy odam deb jakorlanadi. Tavrat qonunining berilishi kishilarga o'z gunohining intayin ko'pligini ochiq ko'rsatish uchundir. Lekin qayerda gunoh ko'p bo'lsa, Xudoning mehr shafqatimi shu yerda haslab oshdi. Demak, gunoh insonlarga hukmronlik qilib, ularni o'limga olgan bo'lsa, Xudoning mehr shafqati insonlarga hukmronlik qilib, Rabbimiz Ayso Masih orqali ularni haqqoniy odam deb jakarlab, ularga mangulik hayot elib keldi.